9 oylik homilaman turk she'rimdan emas. Kunimizni yomg'irli va romantik boshlaganimizdan so'ng hammanglar oziladovchi voy o'lay deyishni boshladinglarmi, shoshilmanglar. Qornimni gapga to'ldirib keldim. Sizlar bilan birgalikda bu 3 minutlik videoda gap tug'aman. Yomg'ir sevalab o'tib ketgandan so'ng qo'llar qo'lga berildi. Biz Turkyuz oilasi ishga berildi. Doktor beyga og'ir ko'tarma gemorogin chiqadi deb hazillashib qo'ydi. Hozir negativ alfonslar kelib, "Edis soch oq ekan, kal ekan, u ekan, bu ekan" deydi. Chopolmagan otdan ko'ra taka bo'lsin, sut bersin, nima demadinglar qizlar. Bu yerda shaytonga tosh otish ishlamini qilgandan keyin shu beri qolgan dalada ham tinch qo'ymasdan tapchar qurishni boshladik anjanchasiga so'ri. Yerda jigarini sug'urayotganimda erim ichagi bilan o'ynab turibdi. Yoshligimda taksida kelsam qaysi o'ynashda keldik ekan deb to'planib g'iybat qiladigan, kavlaydigan qo'shlarimga o'xshab toshlar terib chiqib. Ishga qiziqqan paytimizda do'l yovorsa bo'ladimi? Bizda esa romantika. Musulmonligi esiga tushib ketib astag'firulloh deyishni boshlashadi. O'zini yirtig'ini tikolmagan chevalar boshqasini yirtig'ini gapirishga haqqi yo'q. Orqa cho'ntakka iPhone'ni qo'yib yiqilib tushganda qovurg'am singan bo'lsin degan odamga o'xshayman. Qoyil menga shu do'lda mashinam o'rab chiqdim. Ozgina jonli efir qilgandan so'ng Choli kampir kelgan joyimizdan davon. Umrida ukoldan boshqa narsa ushamagan doktor qassobga kesishni o'rgatyapti. Men matkabda taxtalarni birlashtirirkan, erimga en og'ir ishni berdim. Taxtalarni ushlab turishdi. Qizlar, Henkiydi men qanaqa qilib ishlatganimni ko'rdinglar. Erim esa doktorligiga boradi. Mezo qilyapman deb bo'lib, botirib olib qaytib chiqara olmadi. Nima bo'lsa ham erimning omadi bor, chunki mendaqa xotini bor. Ko'rinishimizdan ahal ino ishlatganga o'xshaymiz. Orqa planda esa bir-birimiz go'shtimizni yeyapmiz. Men chiroyliroq ko'rinishda bo'lsin dedim. Turkish esa menga mustahkam bo'lish kerak dedi. Neyse, tapchan ikkinchi kun boshladik. Erkaklar ayollarni vakillab qolaveradi deb o'ylash shekilli. Men vakillasam albatta ustasidan chiqaman. Agar qila olmagan narsamga akkillamayman. Internetda shirk yapsa bo'lib qoladi deb o'ylaganlar qo'shnimizning itini buqini yepsizlar. Uni hammasi yolg'on, kuch va pul kerak. Haqiqiy ustalarimiz bizni ko'rib so'kmanglar. Bu bizning birinchi ishimiz. Kamchiligi bo'lsa yozib yuborsanglar kommentariyaga, biz unga qarab to'g'rilaymiz. Ko'rib turganinglardek beva qolgan daraxtimizni o'z himoyamizga oldik. Bu arada qo'shnilarimiz er-xotin rosa urushyapti deb mazax qilib tomosha qildik. Axir biz qo'shnimiz. Xudodan so'radik, bitta mehmonimiz kelib qoldi. Turk she'rim unga omonat qilib, o'zim taxtalarni mixlardan chiqarishni boshladim. Sizlarga bitta tavsiyam, agar qiz farzandingiz bo'lsa, hech qachon nozgoyim qilib tarbiyalamang. Yiqilganda turishni bilsin, yig'ilganda kulishni bilsin. Kimdir haqsizlik qilsa dunyoda haqqini talab qilishni bilsin. Orada choyligim tutib qoladi, miqlarim taqillatishga davom. Qarasam turk she'rim zerikib qopti. Bir hazil qilishimni bilaman, terpilalik qilib yotib olaman, yozib oraman deydi. Barav doktor o'zimizdan dedim. Ur, kuchliroq ur, kechagidan ko'proq, bugungidan ozroq desam nimani deydi. Miqti dedim. Shunchalik berilib ish qilganimizdan daji kechqurun tushganini sezmay ham qopmiz. Bolalarim ozgina yordam qildi. Videoda sizlarga oson ko'rsatishga harakat qildim, lekin juda ham qiynaldik. Yerimiz tekis bo'lmagani sababli o'lcham olish oson bo'lmadi, lekin biz uddasidan chiqyapmiz. Inshaalloh nasib qilsa hafta oxiriga bitkizib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Bu arada videoga kommentariya va like bosishni unutmasdan, kamchiligi bo'lsa albatta yozinglar, biz uni to'g'rilashga harakat qilamiz. Davomini ko'rishni xohlaganlar kommentariyaga go deb yozib qoldirsin. Asosiysi bilishmas, o'rganish. Biz Turkyuz oilasi sizlar bilan birgamiz.